Tushunasizlarmi, hozir shunaqayam xursandman. Nimaga desanglar, mani eng erkatoy o'quvchilarimdan bittasi, ya'ni Erejaga ishga kirgan o'quvchim Shahzod o'qishlarini bitiribdilar, treninglarni va muvaffaqiyatli ham imtihonlardan o'tibdilar. Endi bu degani yaqinda parvozlarni boshlaydilar degani. Treningga o'qish, treningdan o'tish unaqa oson jarayon emas, o'qib ko'rganlar biladi. Tim bolее chet elda, boshqa davlatda va umuman boshqacha muhitda, uni ustiga treninglar hammasi ingliz tilida bo'lgan. Ishonsanglar, bu o'quvchim bor yo'g'i mani kursimda 5 kungina o'qiganlar va shundan keyin borib imtihondan o'tib ketganlar. Endi 5 kungina deganda albatta chuqur shug'ullanganmiz, har bitta etaplariga tayyorlaganman men ularni, ham psixologik tayyorlaganman, nazariy, amaliy tayyorgarliklar bo'lgan va o'sha natijalar, o'rganilgan bilimlar natijasi mana o'zini samarasini ko'rsatyapti. Hozir Erejaga ishga ketgan o'quvchilarimni birinchi potokdagilari, ya'ni taxminan 10 tachasi o'qishlarini bitirishdi va ikkinchi gruppadagilar xudo xohlasa tez orada o'qishlarini yakunlashadi. Ko'pchilik o'ylaydi, o'zi 4-5 kunlik kursda o'qib ishga kirib keta olamizmi deb o'ylaydi. Albatta, bu o'zingizning harakatingizga va darsni o'zlashtirishingizga bog'liq. Darslar 100% eng yuqori sifatda o'tiladi. Agar darslarni yaxshi o'zlashtirsangiz va o'zingizning ustingizda ishlasangiz, albatta siz ham shunaqa qisqa vaqt ichida ishga kirib ketishingiz mumkin bo'ladi.